Obunachilar, bugungi ko'chmas mulkimiz Siniq ko'prik yonida 600 metr kvadrat namunali hovli-joy sotuvga chiqdi. Bu ajab hamma yeri qulay yerda joylashgan ekan. Ko'rishingiz bilamiz ham yashin zonamiz. Xullas internet tarmoqlari, ko'cha proyektlari ham bilan fasadlar ham hamma joyda 100% tayyor hovli-joy. Xullas shaharda hozirgi million narxda korpus bilan 100 kvadratlik, 150 kvadratlik hovli-joylar berib turibdi. Xullas narxi 900 million so'm ekan. Yurtning hamma o'zi qoladi. Qo'shimcha yana ko'p obunachilarimiz joy qurib berdi. Berimizdan qilsam bo'ladi ekan. Berimizda ham yashin zonamiz. Xullas, aytsangiz mevali ko'chatlarni gullar, keyin har shotcha bo'lgan 3 ta tashqari qara. Bu yerimizda yana garajimiz ham bor ekan. Xullas, obod maskan, 3-yo'lak, 2-xonadonimiz ekan. Mulk egasi bilan bemalol bog'lanaverasizlar. Bismillahirrahmanirrahim deb benimiz nodimiz ko'chasi ko'plar garaj qilib qo'ydi. Beni hamda ko'plarda 9 mosh o'tgan oxirida o'zini xolq qilib o'tgan bundan. Mevalar bir turtdi benda. Ko'cha yozgi hojatxonamiz bor ekan. Naytaran o'zini alohida kladopkasi. Gilosimiz, chiyamiz, elektrimiz meni hosildorlik bo'lib turibdi ekan bular. Yine şaftallar ham bor ekan. Hamma o'zini dehqonchilikdan aslodan foydalanadi. Pomidor, modrin, bushlarimiz, yine kalampir hamma o'z bo'yina bog'imda. Ishqida joyimiz xat qiyin emas, ayrim sabablar sotchagina. Chiya giloslar qarab olsa, jannat. Xullas, dam oladim. Maskanda degan bo'ladi. Shamolga qarang. Ya bağlam açık hamma bir-birinden gözeletip kurulgan bir xil proyektdanmanki benim için navisimiz maşin için kaziroklarımız yine kanserlerimiz ham bor ekan. Bu hududda gaz, suv, suvni umuman bo'lishiga internet tarmoqlari ham ulangan ekan. Menda fasadlardan o'tilgan suvimiz alohida toshga tashlangan bog' suv uchun. Bismillah deb avzor qilsak. Benim için hol qismimiz katyollarni qo'yib o'tilgan ekan. Bu yerda bir xo'shganmiz. Benim için rakoynamiz bor ekan, xullas. Ajoyib joy. O'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan ekan. Yine oshxonamizdan hamma sharoitga ega ekan. Xullas, laminat polimiz berimizda. Kuxonda oshxonamiz qo'yilib o'tilgan ekan. Mo'yka, fortqilgan kafelar bo'lgan. Gaz plitamiz, havo tozalovchi, oynamizdan katta azimli oynasi, rushotka bor, podokoliklarimiz ham bor ekan. Bu yerda ovqatlanish uchun yerimiz ustida kladopka bo'ladi. Kladopkadan beklab qo'yiladi. Foydalanadi. O'zini jihozlari bor. Kuzatib o'tirish shart emas. Endi nari xonamizni kuzatib o'tsak. Bu xonamizga kelsak, obunachilarimiz 560 415 razmerga tushgan ekan. Endi aslida mehmonxonamiz bu yerimizda o'zini alohida bola uchun akvariumlar qo'yib o'tilgan ekan. Mehmonxonamizdan yana katta azimli zal ekan bu. Yine mehmonxonamizdan bir-biridan go'zallatib pardalar tikilgan gilamlarimiz, xon taxtalarimiz, yine ob'oylarimiz bor ekan bo'lachilar. Fotoğraflarım fonda endi nari xonamizni kuzatib o'tsak. Turmamiz bor ekan. Karaokelar, xullas, o'rgayasiz, dum bolaqa qiziqadi edi. Akvariumlar ham bor ekan. Bular ham ketadi. Xullas, og'anadonmi hisobiga qo'shib beriladi. Sanozillarimiz ahamiyat berdagina. Sanozillarimiz katta zimvonni, polovda kim mashinamiz, belə baylarimiz ham qo'yib o'tilgan ekan. Endi spayni ko'rishlar mumkin. Ikkita zal, ikkita spaydan iborat ekan. Bu xonamiz yana ko'rishlarga obunachilarimiz. Bu xonamiz ham chiroyli deb fonda ekan. Og'anadon bag'radiling ajilib, izzat versam bu xonamiz. Benni oynasi tashqariga qara, rushotka bor. Akva oynalari, stenkalar ham bor ekan. Xonamiz, spanyamiz, shkafimizga ega ekan obunachilar. MDF eshiklar, endi
katta spanyamiz, bir de türmamız, şkafımız var ekan. 2 adamlık spanyamiz ham komplekt nabori bor ekan. Hojatxona, yuvishxonalarimiz alohida joylashgan deb obunachilarimiz. Yine hojatxona, mas'ullar ham bor, bu yerda rakoinamiz ham bor ekan. Vodoprodga, ko'rdim, skvajinada yo'q, vodoprovod, gazi, sveti hamma joyi shahar liniyasi. Girishda prixoshchamiz, rakoina, kotulimiz, oshxona, mehmonxona, ikkita spalni, nari tomondan mehmonxonamiz. Endi ko'p odam lokatsiyani yana bir eslataman. Obunachilar Siniq ko'pir Bruyler posyolkasida joylashgan ekan. Xiva yo'lda 600 metr kvadrat namdan joylamiz ekan, yuk ko'chmas mumkin. Narxi 900 million so'm. Kim qiz bo'lsa bemalol bo'lsa. Mulkiga esa o'zingiz aloqachi savdo qilsangiz bo'ladi. Ozgina, sozgina xayrni, sunnatini qaytaradi. Sababsan sog'likda, omonlikda yurishguncha hamma shuni joylar nasib qilsin, og'anadan vaziyat berishdi. To'ylab bo'laversin shu xonalarimizda.